4-chi bob. Men yana quyoshning ostidagi bu dunyoda yuz berayotgan zulmlarni, ezilguchilarning ko'z yoshlarini ko'rdim. Lekin hech kim ularga tasalli berolmaydi ekan. Ezguchilar qudratlik bo'lg'ashqa, hech kim ezilguchilarga tasalli berolmaydi ekan. Men o'lib ketgan odamlarni yashayotganlardan ko'p baxtli ekan deb o'yladim. Ammo bu odamlarga selishtirganda, texi tug'ilmaganlar texmi baxtlidir. Chunki ular quyoshning ostidagi bu dunyodagi razilliklarni ko'rmaydi. Men yana shuni ko'rdimki, insonlarning orasidagi hasadxo'rlik ularning jafoliq ishlashiga va mahorat yetildirishiga turtki bo'libdi. Bumu xuddi shamolning orqasidan qo'g'ilgandekla behuddilik ekan. Nadon hurulliqidan o'zini xarob qiladi. Biroq aram xudo topgan bir qo'ldagi oz narsa shamolning orqasidan qo'g'lab, jafoliq ishlab topgan ikki qo'ldagi jiq narsadan afzaldir. Men quyoshning ostidagi bu dunyoda yana bir behudda ishni ko'rdim. Hech bir yo'lanchiki yo'q kishilar bor. Ularning ya bolasi, ya qarindoshi yo'q. Lekin ular ömür bo'yi jafoliq ishlaydi. Ko'zi boyliqqa to'ymaydi. Ular o'zidan men kim uchun ishlayapman? Nima uchun shunchalik xushalliklardan voz kechaman deb so'ramaydi. Bu mu bir behuddilikdir. Qayg'uliq ishdir. Ikki odam homini bir odamdan yaxshidir. Chunki ikki odamning jafo tortib ishlashining unumi texmi yaxshi bo'ladi. Agar biri yiqilsa, uni hamrohi yo'lab turg'izadi. Lekin bir odam yiqilib, uni turg'izadigan odam bo'lmasa, u to'liq ichinishliq ahvolda qoladi. Ikki odam birga uxlasa, issiq yotadi. Yalğız uxlasa, u qandaqmı issiq yotsin. Bir odam o'zi yalğız bo'lsa, u dushmaniga bo'zak bo'lishi mumkin. Lekin ikki odam birga bo'lsa, dushmaniga birlikda taqobil tura oladi. 3 o'rimdan o'rilgan arg'amchini uzmak qiyindir. Nadan maslahatga quloq solmaydigan qeri podshohdan Namrat, lekin dono yigit yaxshidir. Balkim uning kelib chiqishi Namrat zindonga tashlangan bo'lsa-mu, lekin u kunlarning birida podshohlik taxtiga chiqadigan biri bo'lib qelishi mumkin. Mana quyoshning ostidagi bu dunyoda yashayotgan odamlarning u yigitga agashganligini ko'rdim. Nurg'unlagan kishilar uningga agashgan bo'lsa-mu, lekin keyin kelgan kishilardan hech kim uning qilganidan rozi bo'lmadi. Bumu behuddilikdir. Xuddi shamolning orqasidan qo'g'lagandekla behuddilikdir.